Shoshilinch xabar. Tilingizga ehtiyot bo'ling. Endi bu ishni qilganlar 13 million so'mgacha jarimaga tortilish boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Tilingizga ehtiyot bo'ling. Haqorat qilganlik uchun 13 million 200 ming so'mgacha jarimaga tortish boshlandi. O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 41-moddasiga ko'ra, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitganlik uchun fuqarolar 13 million 200 ming so'mgacha jarimaga tortiladi. Agar bu holat 1 yil ichida yana takrorlansa, 66 million so'mgacha jarimaga solinadi. Shunday ekan, ehtiyot bo'ling. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like bosishni unutmang.